Majura. Usta bu bozorga nima keldi? Azamat, qish keldi. Endi nimani sezoni boshlandi? Ha, yomg'ir qordi sezoni usta bu. Ha, o'lma Azamat. Yomg'ir qor sezoni degani usta buvoni ayiqlik davri keldi degani. Azamat, bozorlikda o'zi to bahorgacha yetakkorlik qilib bosib qo'yamiz. Keyin ko'rpachani zeriktirmay mazza qilib yotib dam olamiz. Qani o'shiga. Bozor nima tugab qolsa bari bozor kelasiz-ku usta bu. Yangang usta buvoni yigina 5 yildan beri xotini. Yaxshi biladi meni odatlarimni. Ha, ro'yxat nimachi o'zi? Ustani xotini biladi-da, qishga boshqa pul kelmasligini. Shuning uchun zapasini yozgan. Turfa gullar ichida go'zal. Yomon charchadim-da, bir dam olsam. Hamma yukni bizga ko'tarib turgan bo'lsangiz, nimaga charchaysiz, dada? Pul kimdan ketyapti? Sizdan? Pul sarflagan odam charchaydi-da. Salla qayerdan bilasan yoshchini? Yangang SMS yuboribdi. Menga bu tugdan sumka olib keling. Bu xotinlar 4 so'm pulni ko'rsa, o'zini Amirolimxonni xotinida qis qilishni boshlaydi. Otang bozor, onang bozor. Bozordan olib kelsa bo'lmaydimi, ha? Usta bu yuringda men bitta zo'r sumka do'konni bilaman. Yur qani. Usta bu Urgutda yangi bozor kelganingizga birinchi bo'limdan to'g'ri tushib borasiz. Hech qayerga qayrilmasdan to'g'ri tushib kelasiz, o'ng qo'lga joylashgan. Sumka 3 ta 3 do'koni. Qani? Mana. Azamat, bu do'konni boshi bor ekan, oxiri yo'q ekanda, jo'ra. Azamat Optirozga barsetgacha oldim. Qimmat yo'q ekanmi bu? Arzon usta bu Urgut bo'yicha nomeradagi sumka do'kon. Optimga ham, Donaga ham, Furalab ham sotadilar. Hammasi Xitoy mahsulotlari. Usta bu yangamga mana shu sumkachani olib bering. Bu sumkachan yangangning oldiga yo'q bo'lib ketadi-ku. Gavdasiga yarasha kattaroq olamiz mana. Hadvalga nima gap, jo'ra? Usta bu Dubayga borishimizga 3 ta chamadon oldim. Buncha ko'p chamadon olding. Sizga, menga, Xolmurodga. Ko'tar chamadon-pamadoningni. Bittasi yetadi. O'zim ketaman-ku Dubayga. Qorlayvermang mening ham uvolim. Endi dam olishni vaqti yetib keldi. 2-3 oy kim so'rasa ham meni yo'q deb ayt. Zakaz olma boshqa, tushundingmi? Usta bu Xolmurod bilan men ham dam olamanmi? Azamat, sen qiz uzatganmisan? Yo o'g'il uylantirganmisan? Yo hovli uy-joy, moshin-po'shin qilganmisan? Yo'q. Sandaqa ustalarga kim qo'yib dam olishdi? Ishni ko'r jo'ra. Ko'tar dam pamin. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Men sizlarga hozir Urgut yangi bozorga joylashgan 3 ta 3 sumkalar Optim magazinini ko'rsatib o'taman. Xilma-xil sumkalar bor ekan. Podvalda chamadonlar va yana ichkariga vitrinlar taxlangan ekan. Qarang, kerakli ko'ramiz. Bu do'konimizdan siz xohlagan turdagi sumkalarni xarid qilishingiz mumkin. Sportsmen aka-ukalarimiz uchun hamda chet el safarlarga boradigan akalarimiz uchun chamadon va yana har xil razmerlardagi sumkalarimiz mavjud. Bu do'konimizdan siz o'g'il bolalarga ham, qiz bolalarga ham sumkalar topishingiz mumkin. Hamda opa-singillarimiz uchun bir-biridan chiroyli bo'lgan sumkachalarimizni aynan mana shu do'kondan topishingiz mumkin. Ushbu do'konimizdan siz barcha sumkalarimizni optim narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Viloyatlar bo'yicha dastlabki xizmatlarimiz ham mavjud. Manzilimizni tushuntirib o'taman. Urgutdan yangi bozorga kelaverishga, birinchi bo'limdan to'g'ri kelaverishga, hech qayerga qayrilmasdan o'ng qo'l tomonda 3 ta 3 sumkalar do'koniga kutib qolamiz. Ustochilik ishlari tugamaydi.